Assalomu alaykum. Bizni YouTube'dagi savol-javoblarga oid kanalimizga xush kelibsiz. Bizda navbatdagi savol: ikki xotinni bir yotoqda jamlashlik haqida. Shayx hazratlari, do'stimning akasi sizdan so'rab berishimni iltimos qilgan edi. U kishining ikki rafiqalari bor. Bitta uyda turishadi. Xonalari alohida, tinch, totuv yashashadi. Bitta rafiqasining xonasi ta'mirga muhtoj bo'lib qoldi. Shunga u kishi ikkala xotinim bilan bitta xonada yotsam bo'ladimi deb so'rashyapti. Jinsiy aloqa qilsa bo'ladimi? Savolda beodoblik bo'lsa uzr. Javob: bo'lmaydi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh tomonidan 2011-yilda savolga javob berilgan. Manba: savollar.islom.uz rasmiy sayti.